Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Storytime. Biz boshlaymiz. Men hech qachon hayotim shu darajaga tushib ketadi deb o'ylamaganman. Ismim Kamol, 22 yoshdaman. Viloyatdan poytaxtga kelib o'qiyotgan oddiy talaba edim. Otam yo'q, onam qishloqda kasal. O'qish kontrakti, ijara, ovqat hammasi bo'ynimga tushgandi. Ba'zan kuniga bir marta ovqatlanardim. Ba'zan esa umuman yo'q. Eng og'iri umidsizlik edi. Bir kuni universitetdan chiqib yotoqxona tomon ketayotgandim. Telefonimda oxirgi 600 so'm. Shu payt bir e'lon ko'zimga tushdi. Telegram guruhda. Yolg'iz onaxon. 85 yosh. Farzandsiz. Nikoh sharti bilan uy va mulkni topshiradi. Talabalar afzal. Avvaliga kuldim. Odamlar ham nimalarni o'ylab topadi. Lekin keyin yuragimda nimadir qimirladi. Uy, pul, onamni davolatish, o'qishni tugatish. O'sha kecha uxlay olmadim. Birinchi qo'ng'iroq. E'lon ostida bitta raqam bor edi. Tongga yaqin yuragim gupillab qo'ng'iroq qildim. "Alo", dedi qari ayolning ovozi. Ovozi juda sokin edi. Juda tiniq. 85 yoshli odamga umuman o'xshamasdi. "Assalomu alaykum, men e'lon bo'yicha." "Bilaman", dedi u, "isming Kamol. Talabasan. Pulga muhtojsan." Men qotib qoldim. "Qayerdan bilasiz?" "Kel. O'zim aytaman." Manzilni aytdi. Qadimgi mahalla. Shaharning chekkasi. Onaxon bilan uchrashuv. Uyning oldida to'xtab qoldim. Juda katta hovli. Eski lekin qarovli. Darvozada hech qanday yozuv yo'q. Eshikni o'zi ochdi. Oq ro'mol o'ragan, yuzida chuqur ajinlar, lekin ko'zlari galati edi. Juda tirik. Juda kuzatuvchan. "Kirdingmi?" dedi. "Men seni kutib o'tirgandim. Siz meni taniysizmi?" "Men ko'p odamlarni kutganman, bolam. Lekin kamchilik kirib kelgan." Ichkariga kirdim. Uy ichi juda sovuq edi. Devorda eski suratlar. Barchasida bir xil yosh yigitlar. Men buni darhol sezdim. "Bular kim?" dedim. Onaxon jilmaydi. "O'tgan umrlar." Bu gapni kulib aytdi. "Isming nima?" dedim. "Saodat momo." Taklif. Choy ichayotib u gapni ochdi. "Men yolg'izman. Farzandim bo'lmagan. Menga er kerak emas. Menga ism kerak." "Qanday ism?" "Nikoh daftarchasidagi. Shundan keyin hammasi seniki bo'ladi. Uy, yer, hisoblar. Lekin shart bor." "Qanday shart?" U menga juda jiddiy qaradi. 7 kun birga yashaysan. Agar 7-chi kun tongida tirik bo'lsang, nikohdan o'tamiz." Tomogim qurib ketdi. Tirik bo'lsam? Ha. Agar bo'lmasamchi? U jim qoldi. Keyin shunday dedi. "Unda keyingisini kutaman." Nega rozi bo'ldim? Men qochishim mumkin edi. Lekin ko'zimga onam ko'rindi. Uning dori ichayotgan qo'llari. Qarzdorlik. "Men rozi", dedim ovozim titrab. Saodat momo jilmaydi. "Bilardim. Birinchi kecha. Menga alohida xona berildi. Lekin uxlay olmadim. Uyning devorlari gichirlardi. Soat tungi 3, oh-ohda kimdir eshik oldida to'xtagandek bo'ldi. Taq-taq. "Kamol." Ovozni aniq eshitdim. "Kim?" Hech kim javob bermadi. Ertalab onaxondan so'radim. "Kecha kimdir meni chaqirdimi?" "Ha", dedi u xotirjam. "Ular seni hidlashadi." "Kimlar?" "Oldingilar." Ikkinchi kun galati qoidalar. Saodat momo menga qoidalar aytdi. Kechasi oynaga qaramaysan. Soat 12 dan keyin ismimni aytmaysan. Hech qachon yerto'laga tushmaysan. Agar kimdir seni chaqirsa, javob bermaysan. Nega? Chunki bu uy tirik, Kamol.
Va u seni sinayapti. 3-kun qo'shnining ogohlantirishi. Qo'shni kampir meni ko'rib pichirladi. Bolam, bu uyga kirganlar qaytib chiqmagan. Qanday? Oldingi kuyovlari hammasi talaba edi. Qayerda ular? U yerga qaradi. Yer ostida. 4-kun yer to'la siri. Tunda qoidani buzdim. Yer to'laga tushdim. U yerda toshdan yasalgan devorda 7 ta ism yozilgan edi. Oxirgisi hali ochmagan. Kamo. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. 5-kun Saodat momoning iqrorligi. Siz meni oldirmoqchimisiz? Dedim. U jilmaydi. Yo'q. Men seni almashtirmoqchiman. Kim bilan? O'zim bilan. Siz 85 yoshdasiz. U oynaga qaradi. Tanam qaridi. Lekin ismim tirik qolish kerak. 6-kun haqiqatga yaqinlashuv. O'sha kecha u menga nikoh libosini ko'rsatdi. Oqartirilgan. Juda eski. Bu kimniki? Dedim. Birinchi Kamolniki, dedi u. Men qotib qoldim. Birinchi. Sen ikkinchisan. 7-kunga bir kun qolganda. Tunda yana ovozlar keldi. Qoch. Kech. Ismingni bermagin. Ertaga 7-kun. Va men bilaman. Bu nikoh emas. Bu marosim. Va men qurbonman. 7-kunga bir kun qolganini o'ylab uyg'ondim. Yuragim har urishda qoch deb baqirayotgandek edi, lekin oyoqlarim qimirlamasdi. Go'yo bu uy allaqachon meni ichiga singdirib bo'lgandi. Ertalab Saodat momo juda xotirjam edi. Go'yo oddiy mehmon kutayotgandek. Yaxshi uxladimi? Dedi u choy quyib. Yo'q, dedim rostini aytib. Demak, uy seni tanlayapti. Bu uy nima o'zi? Dedim sabrim tugab. Siz kim bo'lasiz? Saodat momo choydan bir hoplam oldi. Men bu uy emasman. Lekin bu uy ham men emas. Biz bir-birimizni tutib turamiz. Bu gapdan keyin ichimdan sovuq o'tdi. Suratlar siri. Choydan keyin devordagi suratlarni yana diqqat bilan ko'rdim. Hammasi yosh yigitlar. Talabalar. Kimdir jilmaygan, kimdir jiddiy. Ularning barchasi shu yerda yashaganmi? So'radim. Ha, dedi momo. 7 kundan. Keyinchi? U javob bermadi. Faqat qo'lidagi uzukni aylantira boshladi. Juda eski uzuk edi. Ichida mayda yozuv bor edi. Men o'qishga urindim, lekin harflar galati siljirdi. Bu uzuk nimani anglatadi? Nikohni, dedi u har safar. Har safar. Tushlar o'zgarishi. 2 kechadan boshlab tushlarim o'zgara boshladi. Endi u yerda faqat Saodat momo emasdi. U yerda men bor edim. Lekin boshqa tanada. Qari tanada. Men oynaga qarardim, lekin o'sha oynadan Saodat momo menga qarab turardi. Navbat seniki, derdi u. Uyg'onganimda bo'yinim tirnalgan bo'lardi. Go'yo kimdir kechasi menga tegib chiqqandek. Qochishga urinish. 3-kuni ertalab qochmoqchi bo'ldim. Sumkamni oldim, eshik tomon bordim. Darvoza ochilmadi. Qulf yo'q-ku, dedim. Orqamdan Saodat momoning ovozi eshitildi. Bu uy ruxsat bermasa hech kim chiqmaydi. Men ketaman. Kech. Nega? Chunki sen allaqachon bu yerga tegishlisan. Qo'shnining so'nggi so'zi. O'sha kuni yana qo'shni kampirni ko'rdim. U meni ko'rib ko'z yoshini artdi. Bolam, sen ham ketolmadingmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Bu uy yoshni yutadi. Ismni yutadi. Keyin tanani. Qanday to'xtatish mumkin? U pichirladi. Faqat bitta yo'l bor. Agar 7-kun tongida sen o'zingni tan olmasang. Qanday? Agar u sening ismingni chaqirganda javob bermasang. 4-kecha yerto'ladagi haqiqat. Yana yerto'laga tushdim. Devorlardagi ismlarga qaradim. Ular siljiy boshladi.
Ismlar joyini almashtirdi. Eng pastida yangi yozuv paydo bo'ldi. Saodat. Yuqorisida esa Kamol kutilmoqda. Shu payt qulogimga pichirlash eshitildi. Orning tayyor. Saodat momoning iqrorligi. Siz nechta odamni oldirgansiz? Deb baqirdim. U jahl qilmadi. Men hech kimni oldirmaganman. Ular o'zlari rozi bo'lishgan. Nimaga? Chunki odamlar olishdan qo'rqadi. Lekin yo'q bo'lishdan ko'proq qo'rqadi. Siz nimadan qo'rqasiz? U sekin javob berdi. Unutilishdan. Marosim haqida. 7-kuni nima bo'ladi? Dedim. Ismlar almashadi, dedi u sokin. Sen mening ismimni olasan. Men sening tanangni. Bu jinnilik. Bu abadiylik. 5-kun tana qarshiligi. 5-kunga kelib tanam menga bo'ysunmay qoldi. Qo'llarim titrar, ko'zlarim xiralashar edi. O'zimni oynada ko'rdim, yuzimda ajinlar paydo bo'layotgandek tuyuldi. Bu vaqtinchalik, dedi Saodat momo. O'rganib ketasan. 6-kun so'nggi umid. Tunda eski sandiqdan qog'oz topdim. Unda birinchi Kamolning yozuvi bor edi. Agar buni o'qiyotgan bo'lsang, demak navbat senda. Ismingni bermagin. Javob berma. O'zingni unutma. Men yig'lab yubordim. Ertaga 7-kun. Tun marosimdan oldin. Saodat momo oq libos kiyib oldi. Uy ichida shamlar yoqildi. Devorlar nafas ola boshladi. Tayyorlan, dedi u, ertaga tongda yangi hayot boshlanadi. Kim uchun? Ikkalamiz uchun. Lekin men bilardim. Bu tong faqat bittamiz uchun chiqadi. Ism uchun kurash. Saodat momo bilan bir tanada 2 jon. 6-tun eng og'iri bo'ldi. Uy endi jim emasdi. U nafas olayotgandek, devorlari sekin gichirlab, pol ostidan nimadir yurayotgandek tovushlar kelardi. Go'yo bu uy 7-kunni kutib sabrsizlanayotgandi. Men xonamda o'tirib, qo'llarimga tikilib qoldim. Bu mening qo'llarim edi. Yosh ammo titrayotgan. Tirnoqlarim oqarib ketgan, tomirlarim bo'rtib chiqib turardi. Lekin oynaga qarasam, bir lahzaga boshqa manzarani ko'rdim. Qari qo'llar. Ajin bosgan, titroq, begona qo'llar. Ko'zimni yumib ochdim, hammasi joyida edi. Lekin ichimda bir ovoz pichirladi. Tanang tayyor. Birinchi belgilar. O'sha kechadan boshlab tanam menga qarshi ishlay boshladi. Yuragim ba'zan to'xtab urardi. Nafasim qisilib, go'yo kimdir ko'ksimga o'tirib olgandek bo'lardi. Qulogimda esa doimiy pichirlash. Kamo. Javob ber. Ismingni ber. Men og'zimni tishlab javob bermaslikka harakat qilardim. Saodat momo esa bularni juda yaxshi bilardi. Qarshilik qilma, dedi u bir kuni. Qarshilik tanani charchatadi. Sen bo'shashsang, hammasi osonroq o'tadi. Siz nima bo'lasiz o'shanda? Dedim. U oynaga qarab jilmaydi. Men yana 22 yoshda bo'laman. Saodat momoning asl yoshi. O'sha kuni men nihoyat savol berishga jur'at qildim. Siz rostdan ham 85 yoshmisiz? U kuldi. Yo'q. Unda nechanchi yoshsiz? Men 18 yoshimdan beri shu uyda yashayman. Qachon tugilgansiz? U menga qarab sekin dedi. Men sening buving bo'lishim mumkin edi. Lekin endi tengdoshmiz. Shu payt tushundim. U yoshini emas, tanasini almashtirib kelgan. Oldingilarning taqdiri. Oldingi Kamollar qayerda? Dedim men. U jim qoldi. So'ng yerto'la tomonga ishora qildi. Ular uyga singib ketgan. Devorlarda. Pol ostida. Suratlarda. Ular olganmi? Yo'q. Ular yo'q bo'lgan. Bu gap jonimni titratdi. Farqi nima? Olimda nom qoladi. Qabr bo'ladi. Yo'q bo'lishda esa hech narsa qolmaydi. 6-kecha tananing bo'linishi. O'sha tun uxlab qolganimni ham sezmadim.
Tushimda o'zimni oynaga qarab turgan holda ko'rdim. Oynada ikkita aks bor edi. Biri men, ikkinchisi Saodat momo. Lekin u yosh edi. Juda yosh. Mening yuzim bilan. Qaysimiz haqiqiymiz? Dedi u. Men, dedim. U kuldi. Ism kimda bo'lsa, haqiqat o'shaniki. U qo'lini uzatdi va ko'ksimga tekkizdi. Birdan ko'ksim yorilgandek bo'ldi. Uyg'onib ketdim. Bo'ynimda qizil izlar bor edi. Go'yo kimdir ichkaridan chiqishga uringandek. Qog'ozdagi so'nggi sir. Tunda yana sandiqni ochdim. Pastida yana bir qog'oz bor ekan. Boshqa yozuv. Qaltis qo'l bilan yozilgan. 7-chi tongda u seni isming bilan chaqiradi. Agar javob bersang, tamom. Agar jim qolsang, tanang saqlanib qoladi. Lekin shunda u olmaydi. U uyga qamaladi. Demak, tanlov bor edi. Javob beraman, men yo'q bo'laman. Jim qolaman, u tirik qoladi. Unda u yana boshqasini topadi-ku, dedim o'zimga. Ichimdan bir ovoz javob berdi. Agar sen nomingni berib yuborsang, u hech qachon to'xtamaydi. Saodat momoning qo'rquvi. Birinchi marta uning qo'rqayotganini ko'rdim. Nima bo'ldi? Dedim. Sen jim qolyapsan, dedi u shubha bilan. Sen tayyor emas ekansan. Balki fikrimni o'zgartirgandirman. Uning ko'zlari qorayib ketdi. Kech. Endi ortga yo'l yo'q. Siz ham qo'rqyapsiz, dedim. U ovozini ko'tardi. Yo'q. Lekin qo'llari titrardi. 6-chi kunning oxiri. Uy ichida shamlar oz-ozdan yonib o'cha boshladi. Devorlardagi suratlar menga qarayotgandek tuyulardi. Har bir suratdagi yigit men edim. Turli kiyimda, turli sochda. Lekin ko'zlarim bir xil. Biz seni kutdik, degan pichirlashlar eshitildi. 7-chi tong yaqin. Saodat momo oq libosda o'tirardi. Sochlari yoyilgan. Yuzida ajin yo'qdek. Tayyor bo'l, Kamol, dedi u, tongda faqat bittamiz uyg'onamiz. Agar men javob bermasamchi? U jim qoldi. So'ng past ovozda dedi. Unda bu uy meni yutadi. Bu birinchi marta uning mag'lubiyatini tan olishi edi. Oxirgi qaror. Men xonamga qaytdim. Eshik qulflandi. Tong yorishayotgan edi. Qulog'imda pichirlash kuchaydi. Kamo. Kamo. Javob ber. Yuragim bo'g'zimga kelib qoldi. Agar javob bersam, onam davolanadi. Pul bo'ladi. Hayot bo'ladi. Agar jim qolsam, u abadiy qamaladi. Men ko'zlarimni yumdim. Tong nuri derazadan kirib keldi. Va u ovoz balandroq bo'ldi. Kamo. Tong sekin yorishayotgan, devorlardagi soyalar asta cho'zilayotgan pallada ko'ksim ichidan issiq bir zarba otdi. Xonam ichida kimdir yurgandek. Pol kichirladi. Deraza pardasi shamolsiz tebrandi. Shunda ovoz qaytdi. Endigi balandroq va talabchanroq. Kamo. Kamo. Javob ber. Men yostiqni qattiq siqib yotdim. Nafasim toraydi. Yuragim hozir bo'lsin deb urayotgandek. Ichimda ikki kuch tirishardi. Bir ovoz. Javob ber, hammasi tugasin. Ikkinchisi. Jim qol, hammasi boshlansin. Shu payt Saodat momoning oyoq tovushi eshitildi. U xonam eshigi oldida to'xtadi. Nafas olgani sezilarli darajada og'ir edi. Kamo. Kamol, eshityapsanmi? Eshik asta gichirlab ochildi. Saodat momoning kirishi. U oq libosda edi. Libosi xona nurini yutayotgandek edi. Yuzi esa yoshargandi. Kechagidan ancha yosh. Go'yo 60 yoshga tushgandek. Ajinlar ketayapti. Ko'zlari esa yaltirab turardi. Nega jim? Dedi u. Sen hozir qaror qilyapsan. Bu qaror mening taqdirimni ham hal qiladi. U yostiq yoniga kelib o'tirdi. Qo'lini tebratdi.
Yuzi mayin jilmaydi. Qo'rqma, bolam. Agar ismimni olsaq, sening hayoting o'zgaradi. Sen kuchli bo'lasan. Yolg'izlik bo'lmaydi. Men sen bilan birga bo'lam. Men ichimdan o'yladim. Bu yolg'on. U menga emas, tanamga ehtiyoj sezadi. U qo'limni ushladi. Muzdek edi. Kamol, sening ovozing menga kerak. Shunchaki xayr de. Men tishlarimni qattiq tishladim. Ovoz yana jarangladi. Kamol. Kamol, meni eshit. Tong nuri devordan sakrab ko'zlarimga tushayotgan edi. Endi qaror qilish vaqti yet. Javob bermaslik. Ovoz meni chaqirar, ichimni titratar, ko'kragimni ezib borardi. Lekin men hech narsa demadim. Tishlab turdim. Jim turdim. Saodat momoning ko'zlari kattalashdi. Sen nega jim? Kamol. Javob ber. U titray boshladi. Lablarida qo'rquv paydo bo'ldi. Qo'llari sovuqdan ko'kargandek. U shunchaki meni emas, o'z hayotini yo'qotayotgan odam edi. Qilma, deb qichqirdi u. Uning terisi birdan oqarib ketdi. Tomirlari ko'rindi. Ko'zlari sargayib, so'ng qora tusga kirdi. Bu o'lim qo'rquvi edi. Men yo'q bo'lolmayman. Kamol, meni unutmang. Ismimni ay. Men ko'zlarimni yumdim. Tong yorildi. Tan jarayoni. Tong yorilganda Saodat momoning tanasi birdan orqaga tashlandi. Go'yo kimdir uni devorga uloqtirgandek. U devorga urildi, yiqildi. Yerga cho'zildi. Lekin olmadi. U sudraldi. Menda bo'lgan kuchga yopishmoqchi bo'lgandek. Sen tanlashga haqli emassan, dedi u xirillab. Bu uy seni tanlagan edi, men emas. Birdan pol ostidan sovuq shamol ko'tarildi. Devorlar qarsillab titradi. Uy nafas olayotgandek edi. Men ilk bor uyning kuchini aniq his qildim. Bu uy jonsiz emasdi. Uy meni chaqira boshladi. Devorlar orasidan minglab pichirlash eshitildi. Kamol. Kamol. Bu yerga kel. Biz bilan qol. Men orqaga tisarildim. Saodat momo esa larzaga tushib qichqirardi. Bu yerimni es. Bu uy. Men faqat uning vositachisiman. Uy devorlaridan qora tutun chiqa boshladi. Tutun ichida yuzlar oqarib ko'rindi, eski kuyovlar. Ularning ko'zlari mendan yordam so'ragandek yaltirardi. Qoch, dedi ulardan biri. Bu uy bizni yutdi. Biz ham jim turganmiz. Sen jim qolding, lekin bu yetmaydi. Tanlov ikkinchi bosqichga o'tadi. Shunda tushundim. Men jim qolish bilan faqat Saodat momoni yengganman. Lekin uyni emas. Uy Saodat momodan mustaqil edi. U men bilan o'ynayotgan edi. Va endi meni o'zi tanlab olayotgandi. Uy o'z qurbonini xohlaydi. Shamlar birdan yonib, so'ng qora rangga o'tib ketdi. Shift yorilib ketgandek tovush chiqdi. Pol ostidan nimadir chiqib kelayotgandek. Tup, tup, tup. Go'yo xonaga qadam bosayotgan katta oyoqlar. Saodat momo titrab qoldi. U uyg'ondi, dedi u qaltirab. Endi men ham, sen ham uning uchun faqat tanamiz. Uy nimani xohlaydi? Uning javobi qisqa edi. Bizning ismlarimizni o'girlashni. Saodat momoning oqilishi. Birdan Saodat momoning tanasi qattiq titradi. Terisi yorilib ketgandek bo'ldi. Tomirlar desa qizil emas, qora tusga kirdi. Uning bogizidan ingroq chiqdi. Kamol, mendan qoch. Bu u emasdi. Uyning ovozi edi. Menga yoning kerak, isming kerak, hayoting kerak. U qo'llarini oldinga cho'di, sudralib menga yaqinlashdi. Parda ortidagi jon. Deraza pardasi ortidan uzun siluet paydo bo'ldi. Bu odam emasdi. Uyning oz ko'rinishi. Uzun, egri, qop-qora. Bo'yi shiftgacha yetardi. Ko'zlari yo'q, lekin qarayotgandek edi. Men tizzamga tushdim. Nafasim to'xtadi.
Men seni tanladim, dedi uyning ovozi. Saodat emas. Sen. U devorlardagi suratlarni ko'rsatdi. Har bir suratdagi yigitning yuzi endi mening yuzim edi. Faqat bittasi bosh qolgan. Bosh ramkaning ostida yozuv bor edi. Kamol 8chi. Songi sinov. Uy yana pichirladi. Bizga ism bering, biz sizga abadiylik beramiz. Saodat momo esa yerda yotgancha songi kuchi bilan pichirladi. Birma. Kamol bu al. Men ko'zlarimni yumdim. Qaradim. Derazadan tushayotgan tong nuri butun xonani yoritayotgan edi. Men sekin o'rnidan turdim. Qaddimni tikladim. Uyga qarab dedim. Men sizga ism bermayman. Men sizning qurboningiz emasman. Men sizning navbatingiz emasman. Xona jim bo'lib qoldi. So'ng dahshatli qichqiriq yangradi. Uyning javobi. Devorlar yorilib ketdi. Polda yoriqlar paydo bo'ldi. Shamlar birin-ketin portlab ocha boshladi. Havo zichlashdi. Uy meni o'rab oldi. Ko'rinmas kuch yelkamdan bosdi. Nafasim to'xtab borardi. Kamol tanla. Ismingni ber. Olimingni emas. Men kuchim boricha baqirdim. Men ism-i. Shu on nimadir uxlab yotgandek bo'ldi. Qorong'u siluet bir necha qadam orqaga chekinib, so'ng butunlay tutunga aylandi. Saodat momo ham jon holatida o'tirib qoldi. Ko'zlari oqarib borar, tanasi qulab tushar edi. Uy seni qabul qilmadi, dedi u oxirgi nafasda. Sen kurashding. Men esa yutqizdim. U boshini yon tomonga egdi. Uning tanasi muzdek bo'ldi. U oldi. Lekin men bilardim. Bu olim emas. Bu unga berilgan jazo. U endi uyning bir bo'lagiga aylangan edi. Uy halokatga yuz tutadi. Uy ichidagi barcha devorlar ko'kalamranib yorila boshladi. Uyning joni ketayotgandi. Men yugurib tashqariga chiqdim. Orqamga qarab ko'rs uy asta-asta qora changga aylayot edi. Go'yo 100 yil yashagan ruh nihoyat kulga aylanayot. Bir zumda portlashga o'xshash tovush bo'ldi va uy butunlay yo'qoldi. Faqat chang ichida esa bir dona oq libos qoldi. Men erga cho'kdim. Nafasim qattiq, yuragim og'rib urardi. Lekin tirik edim. O'ylagan edim, hammasi tugadi deb. Ammo qornim ichida nimadir qimirlagandek bo'ldi. Men muzlab qoldim. Quloq ichida past pichirlash yangradi. Men ketmadim, Kamol. Uy ketdi. Lekin men emas. Biz yana uchrashamiz. Men dahshatdan ko'zlarimni kattalab ochdim. Yo'q, bu imkonsiz. Lekin ovoz kuldi. 7 kun faqat boshlanish edi, uy yo'q bo'ldi. Ammo marosim tugamagan edi. Uy yo'qolganidan keyin bir necha daqiqa yerda o'tirib qoldim. Chang havoda sekin pastga tushardi. Quloqlarimda esa hali hanuz o'sha pichirlash aks-sado berardi. Men ketmadim, Kamol. Qo'llarim bilan quloqlarimni berkitdim. Yo'q, hammasi tugadi, deb pichirlardim. Lekin yuragim bilar edi. Bu so'zlar yolg'on edi. Qutqaruvchilar. Qachondir qo'shnilar chaqirgan ekan, tez yordam va politsiya yetib keldi. Ularga nima deyishni bilmadim. Eski uy ozozdan qulab tushdi, dedim. Ular ishonmadi. Lekin dalil ham yo'q edi. Uydan asar ham qolmagan. Bu yerda kim yashardi? Deb so'radi politsiyachi. Javob bera olmadim. Chunki Saodat momo endi inson emas edi. U ism ham emasdi. U unutilgan soya edi. Qaytish. Meni vaqtincha shaharga olib ketishdi. Do'stimnikida qoldim. O'sha kecha birinchi marta tinch uxlayman deb o'yladim. Lekin soat tungi 2:17 da uyg'ondim. Xonada soya bor edi. Devor ustida. Soya mening shaklimda edi. Men qimirladim, soya qimirlamadi. Bu men emasman, dedim. Soya sekin boshini egdi. Qulog'imga pichirladi. Sen hali ismingni saqlab qolding.
Ammo tanang marosimdan chiqib ketmadi. Tanadagi o'zgarishlar. Keyingi kunlarda o'zimni tanimay qoldim. Ovqat yemay qo'ydim. Ochlikni his qilmasdim. Odamlar gapirganda ularning yuragi qanday urayotganini sezardim. Ko'chada kimdir yonimdan o'tsa, uning qachon olishini bilgandek bo'lardim. Bu bilim emas edi. Bu yuk edi. Kechqurun qo'llarimga qaradim. Tirnoqlarim ostida qora chiziqlar paydo bo'lgan edi. Bu nima? Dedim. Oynaga qaradim. Va yuragim muzlab qoldi. Bir lahzaga. Men Saodat momoning ko'zlarini ko'rdim. Faqat bir lahza. Haqiqatga yaqinlashuv. O'sha tun internetdan qidirdim. Qadimiy marosimlar. Ism almashuvi. Tana ko'chishi. Uy ruhi. Bir maqola meni larzaga soldi. Agar qurbon 7-tongda javob bermasa, uy qulaydi. Ammo marosim boshlangan bo'lsa, qurbon belgilangan bo'lib qoladi. U endi o'zi bilan bir bo'lakni olib yuradi. Qanday bo'lak? Dedim ovozim chiqmay. Davomini o'qidim. Bu bo'lak eski ism egasining soyasi. U vaqt o'tib uyg'onadi. Stulga o'tirib qoldim. Demak, u ketmagan, u mening ichimda. So'nggi yozuv. Sandiqdan olgan qog'ozlarni yana chiqardim. Ilgari ko'rmagan bir varaq bor ekan. Unda bitta jumla yozilgan edi. Agar sen buni o'qiyotgan bo'lsang, demak uy qulagan. Ammo endi eng muhim qoidani bil. So'nggi ism hech qachon yolg'iz bo'lmaydi. Men tushundim. Men so'nggi ism edim. Soya uyg'onadi. Keyingi kecha u ovoz ochiq-oydin gapirdi. Kamo. Kimsan sen? Men sensiz ham yo'qman. Sensiz ham bor emasman. Men sening soyangman. Saodat momo. Yo'q. U faqat eshik edi. Men esa qolganman. Orqaga tisarildim. Nima xohlaysan? Soya kuldi. Endi sening ovozingni emas. Endi sening hayotingni. Yangi qoida. U so'nggi gapni shunday dedi. Endi 7 kun emas. Endi har tun. Xona qorong'ulashdi. To'shakka suyanib qoldim. Yuragim qattiq ura boshladi. Men angladim. Bu hikoya uy bilan tugamagan. Bu hikoya men bilan davom etmoqda. O'sha tun uxlamadim. Xonada chiroq yoqilgan bo'lsa ham, qorong'ulik devorlardan siqilib chiqayotgandek edi. Deraza oynasida o'z aksimni ko'rdim, lekin u menga bo'ysunmasdi. Bir lahza kechikib harakat qilardi. Go'yo men emas, u meni takrorlayotgandek. Soya jim edi. Bu eng yomoni edi. Avval u pichirlardi. Endi esa kuzatardi. Birinchi qoida buziladi. Soat tungi 3 oh bo'lganda ichimdan nimadir uzilgandek bo'ldi. Nafasim qisildi. Yuragim urishi birdan o'zgardi. Shunda u gapirdi. Kamo. Bu ovoz tashqaridan emas edi. Bu ichimdan chiqdi. Sen meni eshitmaslikka harakat qilyapsan, dedi u sokin. Lekin sen allaqachon meni bilasan. Sen yolg'onsan, dedim. Sen yo'q bo'lishing kerak edi. Soya oynada jilmaydi. Uy yo'q bo'ldi. Lekin marosim tugamadi. Chunki marosim uydan emas, ismdan boshlanadi. Haqiqat. Men yerga o'tirib qoldim. Demak, Saodat momo ham qurbon bo'lganmi? Ha, dedi Soya. U birinchi emas edi. U faqat eng uzoq yashagani edi. U ham sen kabi tanlov qilgan. U ham jim qolgan. Lekin u keyin qo'rqib ketgan. Nega? Chunki yolg'izlikdan qo'rqdi. Men ko'zlarimni yumdim. Men ham qo'rqyapman. Bilaman, dedi u, shuning uchun sen eng mos kelgansan. So'nggi marosim. O'sha kecha tush ko'rdim. Men o'sha yo'q bo'lib ketgan uyning o'rtasida turardim. Uy qaytib kelgandi. Devorlarda suratlar bor edi. Hammasida mening yuzim. Turli yoshda. Eng oxirgi surat bosh edi. Pastida yozuv bor edi.
So'nggi ism. Soya yonimga keldi. Endi tanlov oddiy, dedi u, yoki sen menga joy berasan, yoki biz birga qolamiz. Farqi nima? Agar menga joy bersang, sen yo'q bo'lasan. Agar birga qolsak, sen yashaysan. Lekin yolg'iz emas. Demak, baribir qutulish yo'q. U bosh chayqadi. Marosim boshlanganida hech kim to'liq qutulmagan. Oxirgi imkon. Shunda tushim o'zgardi. Men onamni ko'rdim. Qishloqda. U meni kutib o'tirardi. Bolam, dedi u, sen hali tiriksan. Tanla. Qanday qilib? Ismingni esla, dedi u. Ism bu faqat tovush emas. Bu tanlov. Men uyg'onib ketdim. Tong otayotgan edi. Soya yana oynada edi. Vaqt tugadi, Kamol, dedi u, endi sen tanlaysan. So'nggi tanlov. Men oynaga yaqinlashdim. Agar men sen bilan qolsam, nima bo'ladi? Sen yashaysan. O'qiysan. Ishlaysan. Odamlar orasida yurasan. Lekin har tun men bilan bo'lasan. Agar seni rad qilsamchi? Soya jim qoldi. Unda sen yo'q bo'lasan, dedi u nihoyat. Lekin men ham. Qanday qilib? So'nggi ism yo'q bo'lsa, marosim tugaydi. Zanjir uziladi. Boshqa qurbon bo'lmaydi. Yuragim qattiq urdi. Demak, men o'zimni qurbon qilsam, hammasi tugaydimi? Ha. Qaror. Men oynaga qarab baland ovozda gapirdim. Mening ismim Kamol. Lekin men bu ismni senga bermayman. Men uni ham olib ketaman. Soya ko'zlarini katta ochdi. Sen buni qilolmaysan. Qilaman. Men ko'zlarimni yumdim va ichimdan aytdim. Men o'z ismimdan voz kechaman. Shu zahoti tanam yengillashdi. Xona titradi. Oyna yorilib ketdi. Soya qichqirdi. Yo'q. Seni shusiz qoldirolmayman. Lekin ovozi asta-sekin yo'qoldi. Yo'q bo'lish. Men o'zimni bo'shliq ichida his qildim. Og'riq yo'q edi. Qo'rquv ham yo'q edi. Faqat sokinlik. So'ng qorong'ulik. Epilog. Bir necha kundan keyin shifoxonada bir yigit uyg'ondi. Hujjatlarda yozilgan edi. Ismi noma'lum. Xotirasi yo'q. U oynaga qaradi. Men kimman? Dedi u. Shifokor javob berdi. Bu muhim emas. Muhimi, siz tiriksiz. Yigit jilmaydi. Ichida esa nimadir yengil tortdi. Chunki u bilmasdi. U bilmasdiki, bir ism yo'q bo'lgani uchun minglab hayotlar saqlanib qolgan edi. Ammo ba'zan tunlari u tushida eski bir uy ko'rardi va uyg'ongach yuragi tez urardi. Go'yo nimanidir unutib qo'ygandek.